Assalomu alaykum hoji domla. Charchoqlaringiz yo'qmi? Va alaykum assalom shogirdi muhtaram. Ne savollar sizni qiynaydi? Sizning oldingizga bitta, ikkita yoki uchta bizni qiynayotgan savollar bilan kelgandik-da. Endi hoji domla, men tanig'on bo'lsangiz, mahallamizning bir taniqli bo'ydoqlaridan men-da. Hoji domla, o'sha bo'ydoq men. Bo'ydoqligingizni biladirmiz. Bo'ydoqligingizni ves mahalla biladir. Lekin bo'ydoq qizlar bilmayotir-da. Bu bo'ydoqligimni bildirg'oni nima harakatlar qilmoqligim zarur? Endi bu bo'ydoqligingizni bildirish uchun bir qurilma mavjud. Uning nomi Instagram. Vallohu alam. Ana shu mahsulotdan foydalanib tursangiz, mana shu atrofdagi, mana shu soy bo'ylaridagi, soy chetlaridagi, shahar atrofi va shahar tashqarisindagi bari juvon qizlar, yaxshi qizlar, iffatli iboli qizlar bilg'usidir. Endi siz o'zingizni reklom qilmasangiz, inim, shogirdi a'zam, bu kim sizni tanıyor? Siz nihoyatda bir o'zingizni, bilimingizni, saviyangizni, salohiyatingizni bildirib qo'ymoqligingiz zarur. Yosh o'tib borayotir, o'zingiz ko'ryapsiz, bir tavsiyalardan bersangiz, ana undan keyin qizni topsangiz, bir ota-onasini rozi qilib bir sovchi yuborsangiz, u to'y masalasida, mashina masalasida, haligi uzoqdan tarixga muhrlab qo'yadigan kameralar masalasida zo'r tanishim bor. Nomerlarini beradirman. Hoji domla, endi bu ulamolarimizning aytishlaricha 7 kishiga qaysi yoshda uylangan ma'qul, shuni aytib bersangiz. Uylanmoqlik qancha tez bo'lsa, shuncha ma'quldir. Qancha kech bo'lsa, noma'quldir. Lekin hech bo'lmasa, kech bo'lgani ma'quldir. Yaramas hattor, bu kechi men sen bilan bir tarbiya ishlarini olib boraychi. La berada. Coca-Cola, yaqaki, sen o'zi qachongacha yurmoqsan? Baraka topgur. Yoshing bir yoqqa yetdi-ku. Ammo senga bergan qizlarimni rasmida albom qo'yapman-ku. Birisini soch sariq, birisini yosh katta, birisini qosh terilgan, birisini bizlar ro'yxatga chekin javob topadi. Baraka topgur. Sen yana nima qilish kerak? Nima qilay dada, endi meni ham to'g'ri tushuni, endi meni ham o'ziga yarasha orzu havasim bor-da. Baraka topgur. Mana oyoq kiyimlarim qonadi sana. Senga topaman deb yurib, yoshing bir yosh ketyapti. Yo'q, o'sha kirgan yulasan. Hatto. Dada, endi men boryapman, tanlayapman, ko'ryapsiz-ku. Nima ayb? Ayt menga, shuncha qizni topaveryapti. Borib uchrashyapsan. Bir marta uchrashganda ana bo'lmaydi. Baraka topgur. Endi o'zingiz ko'ryapsiz, men nima qilay? Endi men nima qilay dada? Borasan, bir marta uchrashasan, bir chiroyli joyga olib kelasan, qo'yasan, ikkinchi marta uchrashasan, savol berasan, yana ketasan, uchinchi marta uchrashasan, 10 marta uchrash, 10 martada bilinadi, bir martada yomon ekan ketaveradimi? Bu qiz jonivorim qachongacha sanoatini yutish kerak? Voy, qiz jonivorga ham o'ziga yarasha talablari bor, baraka topgur, uni ham talablari bor. Sani talablaring bilan uni talablari to'g'ri kelishi kerak-ku, oymomo. Ko'rasizda, dada, o'zingiz Sani faqat mana shu kapelni aqlingga Allohni deyman-da, hatto